Silai rahim. Bu so'zni ma'nosini men dadamdan tushunganman. Hammaga assalomu alaykum. Xo'p, dadam bilan ayam Shveysariyadan kelishini mana shunday tarzda o'zimizni taomlar dunyoda yo'q. Har safar qishloqqa borganda barcha qarindosh urug'larni yig'ib mana shunday davra qilamiz. Uyasizroq maqol borda. It bu, qush bu, Dadam va dadalari olamdan o'tganlar. Shuning uchun dadam ham aka, ham ota. Butun qishloq bayram qildi shu kuni. Bu davrada g'iybatga umuman o'rin yo'q. Bu to'yxona dadamniki, qishloqqa foydam tegsin deb qurganlar. Nomi ham Toshkent, judayam chiroyli. Faqat bitta minus tarafi bor. Diyetalar buzilib, 1-2 kiloga to'chni semirib kelamiz. Bu amakim mo'yi, dadam ukalari. Qaysi xonadonga borsak, endi prosta kutib o'tirman, nima deyapsiz? Bu dadam amakilari. Bu Ulfat akamni uyi. Amakimni biza aka deymiz. Qarindosh urug'chilikni yaxshi qilgan insonning umri uzoq bo'lar ekan deyshadi. Ilohim shunday bo'lsin.